Naziyat surasining 30-oyatida Alloh taolo marhamat qiladi va undan so'ng yerni tuxum shaklida qildi. Dahaha Qur'oni Karimda yerning yumaloqligiga ishora qilgan oyatlardan sanaladi. Misol uchun, yer tuyaqush tuxumi shaklida deyilgan iborani chaqilgan tuxum deb ko'rsatishyapti. Narsa ham yer shaklini nokka o'xshab biroz cho'zilgan deganidir. Va tuyaqush tuxumi bilan nok bu bir-biriga mos narsa. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana bir necha yildan beri Haqiqat minbari kanali va uning a'zolari yerning yassi ekanligi, sharsimon emasligi haqidagi haqiqatni insonlarga tushuntirishga harakat qilib keladi. Bizga bu yo'lda eng ko'p beriladigan e'tirozlardan biri shuki, ushbu Naziyat surasining 30-oyati Val arda ba'da zalika dahaha. Shundan so'ng Alloh yerni yoyib tekisladi. Aslida ushbu oyatning tarjimasi mana shunday. Lekin ushbu oyatning yana bir noto'g'ri tarjimasi bor. Noto'g'ri eshitmadingiz, noto'g'ri, xato tarjimasi. Videoni oxirigacha ko'ring. Bu haqida bilib olasiz inshaalloh. Va shundan so'ng yerni tuxum shaklida qildi. Biz yerning yassi ekanligini da'vo qilsak, ko'pchilik bizga ushbu xato tarjimani ko'tarib keladi. Tabiiyki ularni ham tushunsa bo'ladi. Musulmon kishi e'tiqodini